Bemor operatsiyadan chiqib 2 soatdan keyin ovqatlanvordingiz. Ovqatlanvordim bilmasdan. Bizga 2 kun oldin surunkali toshli xolestit bilan murojaat qilib kelgandilar. Bemorda 2 kun oldin xolestektomiya amaliyotini bajardik. Bugun mana ahvollari yaxshi, uyga javob beramiz. Qanaqa ahvolda? Ahvoli yaxshi, juda zo'r, minnatdorman. Operatsiyadan tez chiqdik, yengil, qo'li yengil shifokorlar. Hammasiga katta rahmat. Ancha oson bo'ldi operatsiyamiz. O'ylaganingizdan oson ekan? O'ylagan narsadan ham oson ekan. Hammasiga rahmat. Qo'li yengil ekan doktorlarda. Rahmat hammaga. Bemor operatsiyadan chiqib 2 soatdan keyin ovqatlanvordingiz. Ovqatlanvordim bilmasdan. Yaxshi bo'ldi, zo'r. Hammasi yaxshi, o'zingiz xursandsiz. Xursandman, minnatdorman. Qo'rqish kerak emasmi? Qo'rqish kerak emas. Vaqtida kelsa, murojaat qilsa, tez olib tashlashadi. Yarim soatga qolmadi operatsiya. Bunda shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, o'z vaqtida murojaat qilsanglar, operatsiya shuncha erta tugaydi. Operatsiyada demak qancha erta bo'lsa, shuncha operatsiya ham erta, bemor tiklanishi ham ko'rishingiz mumkin, tez bo'ladi. Qancha kech bo'lsa, shuncha bemorga ham qiyin bo'ladi, xirurgik jihatdan ham qiyin bo'ladi. Shuning kimda o't qopida tosh bo'lsa, birinchi bor o'sha xurujlar paydo bo'lgan bo'lsa, demak o't qopini oldirib tashlagan ma'qul, uni davolagandan ko'ra, chunki baribir o't qopi yana xuruj beradi, oldirishga majbur qiladi. Hammaga rahmat.